To'rtta bolali onaning bir kunlik uborka kuni. Bolalarim hech ham shu chayla yasab charchamadi, lekin men yig'ib charchadim. Hamma yoni shunaqangi qo'rqinchli darajada yoyib tashlagandan keyin nimani qayerdan yig'ishni bilmay qolaman deb miyamazgina o'zi bilan перезагрузка beradi-da, majlis qilib oladi. Majlising tugadimi desam, ha deydi. Yur yig'ishtirib qolaylik deyman. Bir chetdan keyin qayerdan nima qilishimni o'rgatadi. Xudoyim, bolalik davri oltin davridagi hamma yoni maza qilib yoyayotgan paytda indamayman, lekin yig'ishtirishni boshlagandan keyin yoyishni boshlasa, asab tolalari mendan qo'rqib qaltirab turadi. Tepa sochim tikka bosib baqirishni boshlayman. Shunaqangi mayda detallargacha yoyishni yaxshi ko'rishadi. Uchochiskalarni, salfetkalarni hamma yo'lga yoyishadi. Adasi bilib qolsa to'polon qiladilar, baqiradilar. Nimaga yoyding uylarni, nimaga yoydirib qo'yding, qaramaysanmi deydilar. Keyin sekin bekitib yig'ishtirib qolaman. Idishga solishni bilmagandan keyin oxiri salafanga soldim deb qutulib qo'ya qoldim. Bolalarim to'polonchiligi yetmagandek, yaxshi ozgina dastyorligi ham bor. Kichkina 6 oylik bolamga qarab turishganda ishlarimni qilib, sekin ovqatlarimni ham qilib, orada kirni ham aylantirib olaman. Xudoyim, buncha kir har kun tushadi deyman, mayli, xudoga shukr, shunisiga ham shukr deyman. Sekin plisoslan qilaman. To'polonchi bola shu polosni ham tinch qo'ymagan. Hamma yog'i dog'-dug' qilishgan, vanishni yuvsa ham ketmaydigan kirli qilib tashlashgan. Xonada birinchi bo'lib eng tez yoyilib ketadigan joy shu komod usti bo'ladi. Necha yilda bo'ptiki, ustida hech ham shu atir, pomada, tush, qalamlar hech ham turmaydi bollan dastadan. Faqat kasha bilan butilkaga egallagan. Xudoga shukr, tugatib oldim ishimni ham.